Ziyovuddinda ham debyut ekanligini ta'kidlab o'tishimiz lozim do'stlar. Тренер Muhammad Qodir Sobir, он кандидат в мастера спорта и победитель московского турнира по боксу, представляющий спортивный клуб Shohjahon Gym Besharaf, Muhammad Ali Junior. Aynan mahalliy bokschi Besharaf tumanidan Muhammad Ali Polvonov va o'z navbatida bu yerda muxlislar, yig'ilgan muxlislar shubhasiz Ilhom Hakimbekov ushbu jangni boshqarib bormoqda. Birinchi raund. Zarba bilan boshlayapti. O'ng qo'l. Qanday keskin va qanday aniq zarbalar to'g'ridan yo'llangan, hali nima bo'lganligini ham, qanday jang boshlanganligini ham payqamay qolgan edi Andijon viloyat vakili, ammo o'ziga kelib oladi. Yo'q. Ilhom Hakimbekov jangni davom ettirishga imkon bermadi. O'ng qo'l birinchi zarba oyoqda turib qoldi. Ikkinchi zarba aniq jag qismiga yo'llangan edi. Yanglishmasam uchinchi zarba ham mo'ljalga aniq borgan edi. Ochig'i jang shu darajada erta yakuniga yetdiki, chiqib kelishlariga ko'proq vaqt sarflashdi bokschilar. Shohjahon Ergashev hayratda, raqib paydo bo'libdi-ku deya hozir ringga nazar tashlayapti. Uning shogirdi albatta Hazil. Odatda Shohjahon yaxshi ko'radi mana shunday janglarni o'tkazishni. Assalomu alaykum. Qisqa jang o'tkazdi. Juda qisqa. 3 ta zarba va jang g'olibi aniq bo'ldi. Hozir albatta takroriy lavhani barcha muxlislarimiz kutishmoqda, ammo keling, avval rasman jang g'olibini bilib olaylik. Пожалуй, самая быстрая победа. Индис Галава. Besharaf Muhammad Ali. Muhammad Ali Polvonov va uning g'alabasi. Raqibiga mana shu jang uchun minnatdorchilik bildirmoqda. Muhammad Ali Polvonov